Güzel sanat bolupmu rəssamlıq, hayatlıqның taşqı qiyafəti bilan işki tindurmalarını obrazlıq rəng, sızmalar arqılıq əks etdirdigan sanat şəklidir. Muşu nöqtəni aytqanda ustaz rəssam G'ozi Ahmad milliy madaniyat nöqtasida turib, o'tmishni va turmushni astoydil cho'nqur kuzatib, Şinjandagi har millat xalqining davri qiyofasini aks ettirib, Şinjan va elimizning go'zal sanat sohasida o'chmas to'hfa yaratgan dаңлық sanatkardır. Bugün programımızda biz Şinjan Xalq Nəşriyyat nəşr qilgan Tağırtaq ro'yi G'ozi Ahmad güzel sanat əsərlərindən tanlanma namlıq çoğ həcmlik yirik əsər üstüne toxtalımız. Bugünkü söhbətimizə 3 əziz mehmanı daxil qıldıq. Bula Jungo Rəssamlar Cəmiyyətinin məsləhətçisi, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin fəxri rəisi, peshqadam sanat ma'rifchisi, Profesör, dağlıq rəssam G'ozi Ahmad Efendi. Rahmet. Dağlıq ədebi tərcüman Musacan Əzizi Efendi. Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatının başlığı Abdurrahman Əbəy Efendi. Sanat marifi bilan çember tasbağlangan ekan. Rəssam buluş iştiyoq mende bağansır kuchaydi. G'ozi aka, sizningki hayotınız sanat marifi bilan çember tasbağlangan ekan. Muşu keçirmişleriniz, muşu milliy madaniyat to'xtatib ijod qilgan dаңlıq maybiyak asarlarınız ve başka güzel sanat asarlarınız haligacha xalqimizning ko'nglini g'idiqlab kelyapti. G'ozi aka, sizning go'zal sanat ijodiyatiga bo'libmi muşu rassamlikdan iborat alayda sanat ijodiyatiga ishtiyoq bo'lishingizdagi omil nima? Sizningki mushaqtilikki asli ketmişleringizni anlab bakmamız var. Mening ajdodimning ichida rassam bo'lgan emas. Shuning uchun men birasidan udummi olgan emas. Men 5-6 yaşdaki işler hazırgacha esimde turibdi. Bizning uyimizning takchilari kitap bilan pavas to'lgan. Dadam rahmeti davomli kitap ko'ratdi. Men ash takchilarga yamishib, kitaplarni elib, uni varaqlab, ichidagi rasmlarni ko'rishga qiziqatdim. Chunki bu kitaplarning ichida birmuncha buyuk qo'lyozmalar bo'lgan, klassiklarning. Onun içinde miniatür resimleri var. Hem de miniatür degan atalgını kısaca tanıştırıp ötmesem bo'lmaydi. Bu miniatür asli İtalyanca söz. Bunun ma'nosi şu qo'l yozma kitaplarga bevosita sızgan kichik hajmdagi ranglik rasm degan ma'noni bildirdi. Biz bunu qistirma rasm deb tushunsak bo'ldi. O zamanlarda bu ranglik matbaa bo'lmag'achqa şu qo'l yozma kitaplarning ichiga rassamlar zerikmay, erinmay, naati ingichkilik bilan ranglik shu rasmlarni chizgan. Men keyin aqlimga kelsam, buningda Navoiyning boshqa Abdurrahman Jami Firdavsninki asarlariga chizilgan rasmlar ekan. Ben bu resimlerini varaqlab, onu ko'rib to'ymatdim kichigimda. Demak, men shuningdan ilhom olib, ko'rganlarga rasm chizatdim. Bu vaqtlarda mening chizganlarim ko'pincha dastlabki qadamdagi o'zimninki hissiyotim, shu kitoblardan olgan ta'siratim bo'yicha chizilgan oddiy rasmlardi. Men hozirgacha esimdan chiqmaydi. Shu yangi ozod bo'lganda, ozodlik armiyaga kelganda Tamga mavjudi bilan Ahmadjon Qosimninki ramkaga ilingan rasmini chizgandim bir kitobdan ko'chirib. Darvaqa men rassam bo'lish ishtiyoq menda bag'ansir kuchaydi. O'zimni bag'ansir cho'ng bo'lishga boshladim. Lekin shu rassamlik haqida bir maktab yo'q edi. Mening bir saboqdishim shaharga kirib chiqqan ekan. Voy G'ozi deydi, sen mening rasm chizganimni biladi u. Aytgaga shu xalq klubining oldiga shu yovoq tarafga qaratib yo'g'on ikki parcha rasmni chizib chiqarib qo'yibdi. Birsi Mao Zedongning rasmi ekan, birsi Stalinning rasmi ekan. Nurg'un odam o'g'lishib olibdi buni shuni ko'gili. Degandan keyin men darhol shaharga kirdim. Kirsam rost degandek shu maybo'yoq bilan chizilgan ikki parcha rasm turibdi. Men favqulodda qiziqib ko'rdim. Qarasam Stalinninki shu pogom, kakar, majlisga asqan medal, mush narsalari
Şu altın rəngdə paqrab turğan, xuddi qol bilan tutqunu bo'lgandek ashunaq sızılğan ekan. Mavjudning ko'zlari odamga tikilib qarab turgandek, ko'zining qarchiqlari. Tugmalari shundoq qol bilan tutquni bo'lgandek. Buni qandoq sızğandı deb hayronlikda men qaragan. Kim sızğandı buni desa, bir yosh bola shu xalq klubining ichida bir o'rus bilan bir uyg'ur odam ikkisi sizda buni men ko'rgan dedi. Keyin uqdiq. Bu Griyazov degan bir rus ma'lum sabablar bilan Qashqarga kelib qopdi ekan. Shuning bilan Abdukarim Mamatli degan Qashqar Darul Ma'limiga bilan menga rasm dars o'tgan bir o'qituvchim bor edi. Shu ikkalan birlashib sızgan ekan uni. Ana shu narsalarni menga turtki bo'ldi. Shundan keyin shu rasmda o'qitdim men deb xeyli riyozat chekdim. Eng oxirida menga nasib bo'ldi. Xinjiang Suyanning rasm kasbiga, san'at fakultetining rasm kasbiga 54-yili men imtihon bilan qabul qilindim. Mening bu kasbda o'qish orzuim amalga oshdi. Shundan boshlab rassomlikning qoidasi bo'yicha o'rgandim. Maktabda qoldim. Shu o'qituvchi bo'lib, maktabda keyin bo'lim mas'uli bo'lib, san'at institutininki tayyorlik guruhining muavin guruhi boshlig'i amaliyotda xizmat boshqardim. Bir 10 yil san'at institutininki mudirlik vazifasini o'tabdiman. Shu jarayonda dars o'tishni to'xtatmadim. Hamda mening sızgan rasmlarim asos jihatdan ishdan sirtqi vaqtlarda sızildi. Men uchun ta'til, dam olish deganlar yo'q. Men 2003-yili pensiyaga chiqib, kasbiy rassom bo'lib ketdim. Boshqa ishni qo'yib, rasm sızishga yo'l ochildi. Nurg'un rasmlarni sizdim. Balkim mushu balchangizga ishtiyoqni turtkisi bilan o'zingizdagi tabiiy qiyningizda bo'lgan qamir turch, badiiy ditangiz bilan talantingiz bilan balkim hozirgidek G'ozi Ahmad bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin G'ozi aka. Musa aka, siz davlat adabiy tarjimon, lekin sizning mushu G'ozi Ahmad akaninki rasm ijodiyatiga bo'lgan tonishingiz xil cho'nqir ekan. Undan keyin anglashimcha sizningki mushu G'ozi Ahmad akaninki asarlarga qatta yozilgan ruscha, xanzucha maqollarni üzüldirmay Uyg'urcha tarjima qilib, mushaqda izlab menayotganligingizni biz buni angladik. Mushu munosabat bilan mushu nuqtada sizningki mushu G'ozi Ahmad akaning rasm ijodiyatidagi aloyiqlar haqida bir ishga qiz qarishingizni anglab beqish o'yimiz bor. G'ozi Ahmadning rasm ijodiyatini uning 1952-yildagi Qosimning shikoyati nomli 16 ko'rinishlik tunji chop rasmi ijodiyatidan tatib hisoblashga to'g'ri kelsa 60 yillik ijodiyat musobaqasini besib o'tgan rassom. Yani kelib u shu 60 yil ijodiyat musobaqasida go'zal san'atning moybo'yoq rasm, jungocha rasm, tom rasmlari, haykaltaroshlik, chotma rasm, yog'och o'yma, muqovlaylash, qistirma rasm, naqqoshlik, Uyg'urcha, Arabcha, husniyat qatorliq janrlarning hammasida o'zining kuchini sinab beqib, shu janrlarning hammasida muvaffaqiyat qozongan ko'p iqtidorli rassom. Bu emas, uning rasm ijodiyatida asos salmoqni egallaydigan moybo'yoq rasmning o'zi tema jihatdan tarixiy rasmni, real turmush temisidagi rasmni, urf-odat rasmini, manzara rasmini, shundoqla mashhur tarixiy shaxslarning portretini o'z ichiga oldi. Meningcha bo'lsa, uning mushunda ko'p taraflama yetilganligining o'zila uning rasm ijodiyatidagi birinchi alohidaligi. Ikkinchi, G'ozi Ahmadning rasm ijodiyatida mayli uning moybo'yoq rasmlarida bo'lsin yoki tom rasmlarida bo'lsin, bo'libmi jungocha rasmlarida tinch turmush, shodi xuramliq cho'mgan, jo'shqin kayfiyat ifodalangan asarlar asos salmoqni egallaydi. Uchinchi, G'ozi Ahmadning rasm ijodiyatida ko'p personajlik rasmni o'xshashda asos salmoqni egallaydi. To'rtinchi, G'ozi Ahmadning rasm ijodiyatida asarlariga yoshirin ma'no nihoyat ustulik bilan singdirib etilgan. Bu yerda deyilayotgan yoshirin ma'no adabiyot san'at asarlarida tasvirlangan turmush bilan ifodalangan adabiy hissiyotning yo'g'rilishidan hosil bo'lgan badiiy manzil. Beshinchisi,
Gazi Ahmet resim icadiyeti, rassamlık mahareti kamaletke yetkizip, özüge has uslupla yaratkan ressam. Bunundan başka köp personajlık resimlerinin talebine muvaffak bulup mu tam resimlerde personajlarının boy bestini anatomik ölçemden sal aşırıp siziş bu Gazi Ahmet'in yeni bir alaylığı. Bununla 1984-yılı sızılgan Gazikam icadetdeki dağınlıq əsər Moqam degan əsər misal qilishqa bo'ladi. Uni ko'p personajlik əsər. Bulup mu? Sama, bunun en Sama, Dolan Roye. Dolan Roye. Naqı hüküm deganlarning hammasi ko'p personajlik resimlar. Abdurahmon aka yaqinda nashriyatыңla Tangtaq Roye Gazi Ahmet güzel sanat eserlerini tanlanma namlıq çoğun bitki bir jirik bir toplamını neşir ataqaptı. Nashriyatыңlarning mana shunday Gazi Ahmet akaning butkul güzel sanat ijodiyatiga vakillik qiladigan mukammal cho'ng hajmlik mana bir suhbatlik nashr qilgan klassik tusga ega bo'lgan mana bir cho'ng hajmli kitob nashr qilishinglarda alayli bir sabab bormi? Biz her yili memleket ichida necha 10 cho'ng kitob yarmarkalariga boramiz. Xalqaro Amerika, Germaniya, Misr, İran, Rusya qatorliq nurg'un davlat o'tkazilgan her yildagi cho'ng xalqaro kitob yarmarkalariga boramiz. Bu yarmarkalarga biz o'zimizning kitoblarni olib borib qo'yish orqali dunyoga tashviqot olib boramiz ham boshqalar bilan tajriba almashtiramiz. Mushi necha yildan buyon men qatnashgan Amerika, Germaniya, İran, Misr kitob yarmarkalarida chet ellik kitoblar ichida zo'r salmoqni egallagan birisi rassomlar kitoblari ekan. Ular rassomlikqa intayin e'tibor berdi ekan. Rassamlarning yurishlashgan nurg'un kitoblarini nashr qildi ekan. Biz vaqtda xizmatni boshlamagan ekanmiz, oz ishlabdik. Shundan uning ustiga bu rasmlar rasm kitoblar shu millatning, shu davlatning, shu rayonning madaniyatiga vakillik qildi ekan, hamini shuni namoyon qildi ekan. Şun biz bu acizlikni tezini to'ldirish uchun Şinjan'da bu çoğrak ressamlardan bir kitaplar işlemek olduk. Desek planımızda bir neçe ressamın kitabını çıkıp işleyildiğen. Keyin qarsak Gazi akamning resimleri bir kitap emas, neçe kitap qilishga arziydi ekan. Onun resimleri Cungurda emas, chet ellardimi cho'ng zo'r qarshiliklarga erishgan. Shuni biz butun kuchimiz bilan Gazi akamning asarlarini nashr qilishga tirishdik, planga oldik. Shundan biz bu yil Gazi akamning zo'r hajmdagi Gazi Ahmet güzel sanat eserlerinden tanlanma bu kitapni nashr qilib resmen tarqatdik. Endi bu kitap chiqqandan keyin hozir mamlakatimizda bundan cho'ng ta'sir paydo qildi. Gazi Ahmet aka yaqinda Beijingda o'zining rasmlarini ko'rgazma qilish faoliyati o'tkazdi. Shu faoliyatda bu kitap o'tirib qo'yildi. Nurg'un davlat rahbarlari, nurg'un davlat ishi vasadagi rassomlar bu kitobni ko'rib intayin suyundi. Hem ular taqdim qilindi. Biz bu kitobni hozir kitobxonlarga soldik. Biz patlardi bu kitobni Beijingda o'tkazilgan xalqaro kitob yarmarkasiga. Shu 9-oyninki birinchi o'tkazilgan Yevropa, Osiyo yarmarkasidagi kitob yarmarkasiga. Shundaqla 10-oyda o'tkazilgan Germaniyadagi Frankfurt kitob yarmarkasiga. 11-oyda o'tkazilgan Rusya'dagi Moskva o'tkazilgan xalqaro kitob yarmarkasiga. Shundaqla 11-oyning 10-kuni Turkiyada o'tkazilgan xalqaro kitob yarmarkasiga olib borib, shu yarmarkada bizni qo'ymoqchi, ham butun dunyoga, xalqiga bu kitobimizni ko'rsatmoqchi. Bu Gazi akamning tayyor kitob bo'lib qolmasdan Şinjan'daki Uygurlarning madaniyatining namoyandisi, Şinjan'daki harimning xalqining go'zal san'atining namoyandisi, ham madaniyatning namoyandisi, shundaqla Jungudagi eng donliq rassamning xalqaro yarmarkada qatnashgan eng donliq kitobga vakillik qilgan bir kitob bo'lishqa biz buni ko'plab nashr qilib har qaysi yarmarkalarga qo'ymoq. Ko'p iqtidorli qassam mamlakatimizga cho'ng ta'sir paydo qildi. Mushundaq bir Gazi akamning go'zal san'at asarlar to'plamidan nashr qilishingiz xalqimizning o'zining san'atkorlarini tushunishdiki, san'atkorlarning asarlarini bog'lashdiki, uni zo'q olishdiki, ehtiyojni qondira oladigan muhim bir taraf, muhim bir emgak bo'ldi bu. Gazi aka sizningki shu ijodiyatdagi alaylingizga nazar soldigan bo'lsak, sizning ijodiyatingizda shu odam portretini yaratishdan iborat keng badiiy
ko'rinish asos qilingan ekan. Bu sizningki ijodiyatik aloyilingizmi yoki ijtimoiy real turmushni cho'nqirlab astoydil kuzatganligingiz bilan munosabatli hodisami? Rəssamlar hər qaysı özünə xas birər janrni tanlab alğan buldu. Məsələn, bəzi rəssamlar başdan axır mənzərə rəsm sızdı, bəziləri gül quşlarını sızdı, bəziləri personajlıq rəsm sızdı, yəni adam rəsmlərini sızdı. Bunun içində mən adam rəsmlərini sızışını mən üzərindən birdən-bir tanlaşı qılıb alğan. Mənim göz qarşımda adam ən uluq. Adamsız dünyada heç qanday iş ro'yobga chiqmaydi. Endi mushlar bo'lg'achqa nurg'un rassomlarning, yozuvchilarning shu odam obrazini yaratish muhim tema bo'lib keldi. Ularning muhim temasi bo'lib keldi. Men ham shu qatorda. Endi bu yerda uslub masalasi bor. Bu rassomlikda hozir ko'p xil uslub bo'lish tashabbus qilinyapti. Har bir rassom o'zining amaliy ahvoliga asosan, o'zining kuch-qudratiga asosan, o'zida bor bo'lgan turmush boyligiga asosan bir uslubni tanlab oladi. Shuning uchun odamlar to'pi ichidan men davomliq tipik bo'lgan alohida xarakterga, individual xarakterga ega shundoq obrazlarni payqayman, kuzataman. Uni kallamga qachilayman. Shuning uchun mening rasmlarimning ko'pinchisi asos jihatdan tasavvurga tayanib chizilgan rasmlar. Masalan, mening rasmlarimdagi samo desak, qiyri yosh odamlar shu hayit oyamlarda samo uchishadi. O'zini unutgan holda samo soladi. Bu yerdagi harakatlarni foto rasm bilan ifoda qilib bo'lib bo'lmaydi. Buni faqatlam shu rassomning tafakkuri, shuni kuzatishi orqali ijod qilingan ko'rinish bu. Masalan, mening muqom degan rasmim bu bir qadar shuhrat qozondi. Unda bo'lishga asos sabab nada desa, nurg'un qo'l chizmalarni, tez chizmalarni chizdim. Shuning uchun tanlab, mujassamlab men shu obrazni yaratdim. Bunun içinde her bir obraz tanlangan. Özgü xas şu müzikinin karakteri bilen adamın obrazı birleşken. Her bir adamın obrazı birbirine okşamaydı. Hem onunla nerrakı basak na hüküm. Bu konu cemiyetine paşkıgan bir resim. Benim o tenkidi realizme yatılgan bir eserim. Ondan keyinkilerini alsak mesela hesap ediş. 80'deki obraz var bunun da. Benim eserlerimde bir muncha tarihi şahslarning portreti yaratıldı. Bu mesele bir müşkül meseledir. Ressamlarning aldı qo'yilgan nəhayət müşkül bir mesele. Çünkü biz sizmoqchi bo'lgan mayli Mahmud Qashqari, Yusuf Asajib bo'lsin, mayli bizningki yumoristlarimizdan Salay Chaqan, Molla Zaydin yoki Nasriddin Efendi bo'lsin, mayli Aman Nisoxon bo'lsin, bularninki siymosi haqida hech qanday bir material qolgan emas. Uni ham men ko'rgan emas. Oldi bilan men bularning tarixini, bularning asarlarini qayta o'qidim, ko'rdim. Bu haqda izlandim. Men shu sahnaga osilgan shu Mahmud Qashqarininki obrazi to'liq gavdalangan, Mahmud Qashqarininki aql idroqqa to'lgan nazari oldidagi ommaga qaratilgan, beshini ko'targan, qaddini ruslab to'g'an ko'rinishini sizish kerak deb qaradim. Shuning bilan beshini ko'tarib men bu portretni ishlab chiqdim. Buni qayta muhokama qilish orqali barliqqa keldi. 24 yildan keyin siz shunday bo'ldi. Mening nazarimdagi Mahmud Qashqari shunday. Endi bu asosiyatdan e'tirof qilindi. Hatta Mahmud Qashqari tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan Bejinda o'tkazilgan katta ma'rakaga sahnaga esildi. 2008-yili. 2008-yili. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Mahmud Qashqari yili deb e'lon qilingan. Bu olimlarimizning rasmini hayotimda bir sizib o'tirib chiqarib
qo'yishning o'zi bir boshda atib bo'lmaydigan bir muqaddas vazifa deb qarab men shu haqqanda jafo mushaqqatdan nima qilmay bu rasmlarni chizib chiqdim. Bir kamolat egisganligini biz bu yerda istalaydigimiz. Katta bir ko'rgazma bo'ldi. G'azi Ahmad akaning har bir parcha rasmi bir qomus. Musaja aka G'azi akamninki ijodiy uslubi qarasak realizm iqimi asosgan bo'lganda. Undaqda mush go'zal sanat G'azi akaninki go'zal sanat asarlarini biz zamon nuqtasini kuzatgan vaqtimizning o'zida xalqimizning bir qancha asarlik ijtimoiy hayotining badiiy kartinasi deyishga bo'ladimi G'azi Ahmad akaning asarlarini? Bizga ma'lum G'azi Ahmad o'zining 60 yillik ijodiyat hayotida nihoyat chin, jonliq obrazlar vasitasi bilan bizning ijtimoiy turmushimizning nurg'un taraflarini ifodalab berdi. Onun nahaq hüküm, üzüm pişti, kulolchi, ulaq bazırı, muqam, gilem Uygurlar, müzik mestanaları, dolan ruhi, sama qatarlıq mayboyak resimleri, endin Taylırtaq bulbuli, küçsünüşüş, nazırkum, yanrıdi her yandı saz yüyten mübabu nağmide, Kaşkal senimi, yurtumdu bahar küye, qatarlıq cüngüçü resimleri bizning real turmushimizning badiniy kartinaları. O mana shundoq uzoq murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini ifodalashda tam rasmlarining aloyidligidan nihoyat unumli foydalandi. O 1992-yili sizgan Naqshusul makoni nomli tam rasmida bizning Naqshusul sanatimizning taraqqiyot tarixini gavlandirgan bo'lsa, Tanrıtağ Köyü namlı tam resmide bizning ijtimoiy taraqqiyot tariximizni yoritib berdi. Bu asarlarning bunda muvaffaqiyatga erishilishi, G'azi Ahmadning uzoq yillik izlanishi va munosabatli tarixiy materiallarni qayta tadqiq qilishining natijasi. Demak, mayli ko'p personaj rasm bo'lsin, mayli tarixiy shaxslar bo'lsin, G'azi akamninki qalami shu personajlarga qon taqdim qilgan, jon taqdim qilgan. To'g'ri. Aynan. Masalan, bayaqi Muqam degan rasmni o'zi ta'liq qilib o'tdi. 1984-yilda bu rasmda, shu Muqam nomli rasmda 40 dan ortiq personaj va buningdagi har bir personaj o'ziga xos bir individual xarakterga, qiyofatga, obrazliga. Sunaychining sunaychiga xos, sunay pilayotgandagi javg'iy pilayotgan hamma boyan to'g'ridan ko'kib ketgan. Dabchining dabni urg'a vaqti, uning ro'y holatlari, uningki g'ijakchining holati, Satarj bovoyninki egresiylik mo'l muqam ba'zi kelayotgan Satardinki melodisiga tushib ketgan uning qiyofati, mushtaraflarimi nihoyatda aynan chin tasvirlanibdi. Bundan biz G'azi Ahmad akaninki bir rassom emas, bir ijodchanlik, yuksak bir ijodchanlik ro'yi ega bo'lgan bir kamolat egisganligini biz bu yerda istalaydigimiz. G'azi aka, siz o'zingizning kamdi xalqarodagi ko'rgazmaxonalarda, muzeylarda o'tkazilgan shu ko'rgazma faoliyatlaringiz, sizning shu rasmlaringiz haqidagi, undan keyin xalqaro ko'rgazmaxonalarda va muzeylarda saqlanayotgan shu asarlaringiz haqida ushur berib baqqan bo'lsin. Ko'p davlatlarga berib tekshirish, o'rganish, tadqiq qilish bilan bo'ldim. Buning muhimlarini elib aytganda men dastlab qilib Germaniya, Bulgariya, Ruminiya, Yugoslaviyaga berib tekshirishdi bo'ldim. Ondan başka keyin Fransiyada 9 ay turdim, Parijda, Angliya, ikinci qitim yana Germaniya, Türkiye, shuningdek İran, Indoneziya qatorliq davlatlarda tekshirishdi bo'ldim. Qozog'iston, O'zbekistonga ko'p qitim bordim. Qisqasi men bag'ayrimda birinchi nuqtani shu muzeylarni ko'rishga qaratdim. Endi ko'rgazma masalasiga kelsak, men Parijda xalqaro san'at shaharchisida bu yerda shaxsiy ko'rgazmamni ochdim. Turkiya Madaniyat ministrligining taklifi bilan men Anqarada Qizilay Çocuk Asarlar Qurumu degan bir ko'rgazmaxonada bu yerda shaxsiy ko'rgazmamni ochdim. Eng cho'ngi bu yil shu aprelda Beijing'de o'tkazgan ko'rgazmam bo'ldi. Bu nihoyatda katta bir ko'rgazma bo'ldi. Endi planda bu 10-oyda bu ko'rgazmani Urumchida o'tkazmoqchi. Balki hozir tayyorligimizda Urumchida o'tkazilgan ko'rgazma Beijingdagidan yana ko'lami sal cho'ngroq bo'ladi.
Çünkü en çok resimde ben aparamadım. Bunu bir yerde koyumuz. Siz izchil holda o'zingizdan olgan bir gap ho'shlik amal qilib kelyapsiz. San'atkor o'z ijodiyatini herkes takrorlamasligi kerak deydigan biz sizdan bir mashhur gapingiz bor. Demak siz izchil holda shunga amal qilib kelyapsiz. Abdurahmon aka, elimizning go'zal san'at sohasiga, madaniyat sohasidagi katta arboblar haqiqatan G'azi akamninki rasm ijodiyatiga, go'zal san'atdagi muvaffaqiyatini yuksak baho bergan. Buning uchun masalan G'azi akamni Shinjong go'zal san'at ijodiyatining yo'l ochqichisi, madaniyatning G'azi Ahmedi degandek yuksak nomlar bilan ta'riflagan. Unda siz ham shu nuqtada turib hamda G'azi Ahmad akaninki ijodiyatining muvaffaqiyatiga birlashtirib, G'azi Ahmad akaning rasm ijodiyatining madaniyat qimmatlari haqida o'ylaganlaringizni deb bakamsiz. Oldidan G'azi Ahmad aka pishqadam san'at ma'rifasi. Şinjandagi barliq san'atkorlar, bo'libmi rassomlarning ko'pincha G'azi Ahmad akaninki o'quvchisi, shogirdi yoki shogirdlarining shogirdi. G'azi Ahmad akaning sizgan rasmlarda bo'libmi Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, urf odati, san'ati, büyük arzu armanları nihayeti yuqori maharet bilan tasvirlangan ham sızılgan. Şuna G'azi Ahmad akaning her bir parça resmi bir kamus. G'azi Ahmad akaning nurg'un resimleri Şinjangda, devlet içinde, chet ellerde ko'rgazma qilinadi ham saqlanadi. Balkim bir necha 10 yildan keyin, balkim bir necha 100 yildan keyin G'azi akamninki rasmini tadqiq qilgan olimlar, maxsus olimlar barliq kelishi mumkin. G'azi Ahmad akaninki maxsus rasmini saqlaydigan muzeylar qurilishi mumkin. Shunlashqa G'azi Ahmad Şinjangninki madaniyatning G'azi Ahmadi. G'azi Ahmad go'zal san'at asarlarida Şinjangning o'zgacha manzarasi, Uyg'ur va boshqa millatlarning ko'p qatlamli qiyofatlari, shundaqla ko'p qatlamli madaniyatning yorqin simosi jalolanib, hayotlik enge balqib turdi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishad oxirlashdi. Yaxshi kitob hammamizga ro'y o'zi qo'g'ay. G'azi Ahmad akaning esil sizmillari hammamizning ro'yini bezigay. Xayr xo'sh.